Singlim, to'xtab turing. Ha, tinchlikmi? Nima gap? Siz nimaga meni erimni boshini aylantiryapsiz, ha? Nimalar deyapsiz? Meni kim deb o'ylayapsiz? Men bilmasam gapirmayman. Qani, telefoningizni bering-chi. Voy nima? Telefonda erimning nomeri bor deb o'ylayapsizmi? Mana oling, tekshiring. Nimani yozyapsiz? Hozir. Ana bo'ldi. Nimani yozdingiz? Telefoningizdan erimga SMS yozdim. 2 kunga toqqa boraylik deb. Qani, kim bu deb yozarmikanlar? Ko'raylik-chi. Voy. Nimaga unaqa deb yozasiz? Alo? Alo, xotin, Ha, adasi? qayerdasan? Ko'chada edim. Bo'pti, menga qara. Meni ishxonamdan 2 kunga komandirovkaga yuborishyapti. 2 kun endi o'ta telefon ishlatish mumkin emas. Ko'pchilik majlisda bo'ladi-da, hamma. Menga qo'ng'iroq qilib yurmagan 2 kun. Tushundim. Bo'pti, yaxshi qol. Alo? Jonim. Da. Bo'ldi, men tayyorman 2 kun ketishga. Xotinimni shunaqangi ishontirib aldab qo'ydim. Tushunmadim. Haligi xotiningiz menimcha yonimda turibdi-yu.